Fasli navbahorning ilk bayramlaridan biri bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni qalbimizdagi quvonch va xushnudlikni yanada jo'sh urdiradi. Mustaqil vatanimizda ushbu sana umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanib, olamdagi eng nozik va go'zal xilqat ayol zotiga bo'lgan yuksak hurmat va e'tiborning yorqin namunasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan Beruniy tumanida bayram tadbiri tashkil etildi. Unda tumanda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar, mehnat faxriylari hamda mo'tabar onaxonlar ishtirok etdi. Mana bugun bizning Beruniy tumanimizda katta bayram, katta tantana Xalqaro xotin-qizlar kuni keng turda nishonlanmoqda. Nafaqat bizning tumanimizda, respublikamizning hamma joylarida, hamma yerlarda ushbu xotin-qizlar bayrami keng turda nishonlanmoqda. Avvalambor bizning Beruniy tumani ayollarini, qolaversa korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan barcha xotin-qizlar mana shu bugungi tadbirimizga taklif qilindi. Tumanimizdagi barcha xotin-qizlarni mana shu 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan chin dildan tabriklayman. Bayram dasturxoni yozilib, ayollar uchun iftorlik ham tashkil qilindi. Tadbirda Beruniy tumani hokimi Ikrom Xidirov so'zga chiqib, xotin-qizlarni va mo'tabar onaxonlarni samimiy tabrikladi. Mana bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami Beruniy tumanimizda keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan hammani shu 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Mana prezidentimiz tomonidan bizlarga ko'plab imtiyozlar yaratilib berilmoqda. Shu jumladan o'qituvchilarimiz uchun ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Bizni ana shunday yutuqlar bilan siylayotgandan birinchi navbatda biz prezidentimizga, qolaversa tumanimiz hokimiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bayram tadbiri davomida tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.